vabo kasalligi nimaga tarqaydi? Qayerda bo'ladi? Asobi opasniy infeksiyalar turkumiga kiritilgan. O'ta xavfli, biologik, xuddi qurol kabi xavfli kasallik guruhiga kiritiladi. Davlat bunday kasallik tarqaganda smirna turadi. Rodopodium, boyovая тревога bo'ladi. Chunki butun millat qirilib ketishi mumkin bu kasallik natijasida. Bu kasallikni qayerda o'chog'i paydo bo'ladi? Qayerda xalq iflos yashasa, kir yashasa, sanitar gigiyena qoidalariga rioya qilmasa, tozalikka e'tibor bermasa, yon atrof axlat musor bo'lib yotsa. Mana Hindiston, Afg'oniston sizlarga premyer. Hindistonda doimiy har yil chiqib turadi vabo o'chog'i. Rasvo bo'lib, umuman vabo kasalligini o'ligini maxsus epidemistansiya nazorati xodimlari agar o'ladigan bo'lsa, ularni yo'qmasligi uchun obezvredit qilib bir nimalar qilishga majbur bo'ladi. Shunday ekan, bu kasallikka chalingandan keyin sizni taningiz ham qarindoshlaringizga bo'lmay qolishi mumkin. Qayerda shu insoniyat kir qo'llar bilan ovqatlanadigan bo'lsa, qayerda shu insoniyat yeb-ichib mahsulotlarini shu yuvilmagan qo'llar bilan ushlab, misol uchun qo'lda pulli sanidada pirojkini bo'lishgan nonni o'sha qo'lida pul ushlagan qo'lida nonchalar yoki pirojki sotuvchilar yoki mana shunaqa yegulik somsa sotuvchilar shu kir qo'l bilan yegulik ushlab tarqatadi-ku. Vilchiq Hindistonni kinolariga e'tibor bersangiz vilchillatib o'tiradi-ku. Kinoda-ku akkuratni, hayotda undan betar. Mana shu antisanitariya, ya'ni tibbiy gigiyenik ozodalikka rioya qilinmasdan yeguliklar shu mashta tualet kirib bo'lmaydi, sasib yotadi. Bizda ham bor shunaqa joylar. Pulingni ham oladi mana bu hojatxonalar. Hojatxonani iflos ham qilib qo'yadi-da. Mashina bozori, dehqon bozori, kiyim bozori asosiy hojatxonalarga e'tibor bersangiz kirib bo'lmaydi odam. Shunaqangi iflos sasib yotadi. Asosiy vaboni tarqatadigan joyi bu hojatxona. Axlat va qusgan qusug'i. Mana shu vaboga chalingan odamning axlati havoga ko'tariladi, qurib. Yoki shu axlatga borib chimin yopishadi-da, chivin, tarakan. Keyin u bu meva-chevaga kelib qo'nadimi? Shu meva-chevani bolangizmi yoki kimdir yummasdan yeb oradimi? Daraxtda turgan joyida ham yeb orasizmi? Xolera vabo yo'qdimi sizga? Inkubatsion period 5 soatdan 2-3 kungacha. Namoyon bo'ladida shartta 48 soat ichida mana shunaqa ahvoldan battariga olib kelib tashlaydi. Mana, jo'ralar, do'stlar, opa-singillar, tozalik muhim. Vabo kasalligi kelmasligi uchun eng muhimi uylar ham, padizlar ham, mahalla ham, musorxonalar ham umuman akkuratni turishi kerak. Yeydigan nonga chivin qo'nsa yemaslik kerak o'sha. Mingdan ming kasalliklarni tashiydi u. Ayrim hududlarda men ko'raman, chivin bosib yotgan narsalarni sotib ham turadi. Mana shu narsalarga xalq birdamlik bilan kurashadigan bo'lsa, techotak nimaga bunaqa yegulik chivin bosib yotibdi? Ustini yoping buni deb talab qilsangiz, sotuvchi ham sekin ishini bilib qiladigan bo'ladi. Ozoda qiladigan bo'ladi. Nimaga siz qo'lingizni pulli ushladingiz-da, somsani men yeydigan, og'zimga tushadigan, ichimga kiradigan somsani qo'l bilan, shu qo'l bilan, tupukli qo'l bilan ushlab menga sotib olasiz. Davay qo'lingizga salofan kiyib soting yoki ushlang yoki maxsus ushlag'ichi bilan pirojkini ushlab soting deb bir ikkita tanbeh berib yuborsangiz, mana shu vabo kasalligini tarqashini oldini olgan bo'lasiz. Vabo kasalligi atrofimizda mana shu mamlakatlar yonida yuribdi. Bir ikkita qushlar shu vaboga chalingan bemorlarni chiqargan chiqindisi yo'qligidan qo'nsada, uchib kelib Xudo ko'rsatmasin, bizning mamlakatda bir ikkita shu iflos yashaydigan odamlar yoniga kelib, u bu masalliqqa qo'nsada, o'sha masalliqqa odam yeb qo'ysa, shu kunning o'zida o'sha mahallada 10 ta 20 ta odamni vabo chalindi deb tasavvur qilavering. Buni yoniga maxsus kiyimlar bilan himoyalangan защитный aslahalar bilan borish kerak o'sha. Smirna turiladi, butun tibbiyot, butun tez tibbiy yordam, butun epidemistansiya nazorati. Odamlar qayerda kirchilik bo'lsa, qayerda iflos yashaydigan bo'lsa, qayerda turmush tarzi musor, axlat bilan to'la bo'lsa, o'sha yerda vabo ko'p bo'ladi, vabo tarqaladi. Ichketdi bo'ladi. Umuman rivojlangan mamlakat qatoriga qachon tibbiyoti rivojlangan odamlar bo'lib kiradi. Qachonki infeksion kasalxonalarda, infeksion bolnitsalarda ichketdi kasalliklar bo'lmasa, infeksion kasalliklar bo'lmasa. Misol uchun Yujniy Koreyada yiliga bitta yoki ikkita ichketdi bilan bemor topilishi mumkin. Unda ham boshqa yo'q. Millionlab aholi ichida ichketdi diareya degan kasallik,
Ya'ni oddiy disbakterioz mana shu. Sizu bizda har kuni bolalar ham disbakterioz, onasi ham, dadasi ham infeksion shifoxonalari koridorigacha sezonida to'lib ketadi. Hammasi mana bu qo'lni yuvmasdan, atrofni yuvmasdan shu tezakka molni yoniga borib kelgan kiyim bilan bolani quchoqlashdan yoki ko'yda aylanib tanimagan odamlar bilan ko'rishgan, qo'li bilan ko'rishgan kiyim bilan to'g'ridan-to'g'ri 40 kunlik chaqalog'ining yoniga kirib, o'pib, uni har kim bilan bir ko'rishargandan mana shu chaqaloqda ichib ketdi, yashil axlat keladi. Mana shunday xavf solib turgan zamonda bu vafo degan kasallik shu kir yashaydigan, ozodalikka rioya qilmaydigan odamlarga birinchi yetib keladi.